Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi Yahyaxon va Muhiba Mahmudjonovna bugun siz bilan tarmoq topologiyasi mavzusida suhbatlashadi. Tarmoq topologiyasida tarmoqdagi kompyuterlar va boshqa qurilmalarning bir-biriga nisbatan o'zaro joylashuvi tarmoq topologiyasi deb ataladi. Keng tarqalgan tarmoq topologiyalariga qaysilar kiradi? Umumiy shinali, ya'ni bas, halqasimon, ring, yulduzsimon, star, turli, mesh, aralash, gibrid topologiyalar hisoblanadi. Tarmoq topologiyasiga tugun degan tushunchamiz ham mavjud. Tugun nima? Tugun inglizcha host, ya'ni ma'lumotlarni qabul qilish, o'tkazish, turli tarmoq yo'nalishlariga yuborish imkoniyatlariga ega har qanday ixtiyoriy tarmoq qurilmasidir. Endi tarmoq topologiyalari bilan tanishamiz. Birinchisi shinali, ya'ni bas topologiyasi. Agar kompyuterlar bitta kabel, ya'ni segment bo'ylab ulangan bo'lsa, bunday topologiya shinali topologiya deb ataladi. Bitta kabel barcha tugunlarni birlashtiradi. Shina topologiyasida har bir qurilma shina deb ataluvchi umumiy aloqa kanaliga parallel bo'ladi. Har bir kompyuter shinalardan boshqa kompyuterlar bilan bog'lanishi uchun foydalanadi. Shina topologiyasida ma'lumotlar har ikkala yo'nalishda uzatiladi. Bu degani ma'lumotlarni shinaga ulangan har qanday tugun qabul qilishi mumkin. Mana rasmda ko'rsatilgan xuddi avtobus o'rindiqlari kabi kompyuterlar joylashtirilgan. Keyingi topologiyamiz shina topologiyasining afzalliklari va kamchiliklari. Afzalliklariga oson o'rnatiladi va kengaytiriladi. Kabel kam miqdorda ishlatilishi mumkin va sodda va kafolatli bo'ladi. Kamchiliklariga esa kabelning ishdan chiqishi tarmoq ishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Ma'lumotlarning ko'pligi o'tkazish qobiliyatini susaytirishi mumkin, sekin ishlaydi va oson sinadi. Keyingi topologiyamiz bu halqa topologiyasi. Buni biz ring deb ataymiz. Agar kompyuterlarda kabel halqa tarzda ulangan bo'lsa, bunday topologiya halqa topologiyasi deb ataladi. Rasmda ko'rsatilgandek aylana ko'rinishida kompyuterlar joylashtirilgan. Barcha kompyuterlar bir-biri bilan halqa bo'ylab ketma-ketlikda bog'lanadi. Ma'lumotlarni uzatish ham ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi. Ma'lumotlar faqat bitta yo'nalishda, soat strelkasi bo'ylab yoki soat strelkasiga qarama-qarshi uzatilishi mumkin. Agar halqasimon tarmoqda stansiyalardan birortasi nosozlik kelib chiqsa, bu butun tarmoqqa ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'niki kompyuterlar bir-biriga bog'liq ravishda ishlaydi. Keyingi topologiyamiz halqa topologiyasini oldin afzallik va kamchiliklari haqida suhbatlashamiz. Afzalliklari: ma'lumotlarni uzatish vaqti ma'lum, ma'lumotlar to'qnashuvi yuz bermaydi, barcha kompyuterlar bir xil mavqega ega, foydalanuvchilar soni katta ahamiyatga ega emas. Kamchiliklari esa sekin ishlashi, birorta kompyuterning ishdan chiqishi tarmoq faoliyatini to'xtatib qo'yadi, nosozlikni qidirishning murakkabligi hisoblanadi. Keyingi topologiyamiz yulduzsimon topologiya. Yulduzsimon topologiya biz star deb ataymiz. Ekranda ko'rib turganingizdek, yulduzsimon topologiyada kompyuterlar yulduz ko'rinishida joylashtirilgan bo'ladi va o'rtada switch yoki hub o'rnatilgan bo'ladi. Agar kompyuterlar markaziy tugun switch yoki hubga ulangan bo'lsa, bunday topologiya yulduzsimon topologiya deb ataladi. Yulduz topologiyasi juda samarali va tezkor hisoblanadi, chunki har bir qurilma markaziy tugun bilan bevosita bog'langan. Yulduzsimon topologiya simsiz tarmoqda ham keng qo'llanilishi mumkin, ya'ni Wi-Fi larda ko'proq qo'llaniladi hozirgi kunda. Keyingi topologiyamiz turli topologiya. Buni biz mesh deb ataymiz. Turli topologiya, ushbu topologiyada har bir aloqa moslamasi tarmoqdagi barcha boshqa qurilmalar bilan bog'langan.
Bunday tarmoq katta miqdordagi trafikni boshqarishi mumkin. Chunki bir vaqtning o'zida bir nechta tugun ma'lumotlarni uzatishi mumkin. Va oxirgi topologiyamiz bu aralash topologiya. Aralash topologiyani biz gibrid topologiyasi deb ataymiz. Aralash topologiya ko'lami katta tarmoqlarda kompyuterlar orasida ulanishni tashkil qilish uchun yuqori topologiyalarning bir nechtasidan iborat aralash topologiya ishlatiladi. Ko'rinib turibdiki, ekranda, rasmda ko'rinib turibdiki, yulduzsimon topologiyalar bas, ya'ni shinali topologiyalar bilan birgalikda aralash ko'rinishda ulangan. Shu bilan tarmoq topologiyasi mavzusiga doir ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.